Yashnobod tumani hokimligi bosh yurist konsulti tadbirkordan 4000 AQSh dollari pora olayotganda ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining xabar berishicha, Toshkent shahrida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro 2022-yilning oktyabr oyida maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi qurish maqsadida Yashnobod tumanida joylashgan 80 metr kvadrat yer maydonini e-auksion dasturi orqali yutib 49 yil muddatga ijaraga oladi. Ammo turli sabablarga ko'ra qurilish ishlari to'xtab qolib, yer maydonidan uzoq muddat davomida foydalanilmaganligi bois 2025-yilning sentyabr oyida Yashnobod tumani hokimligi tomonidan ijara shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish bo'yicha fuqarolik sudiga da'vo arizasi kiritiladi. Lekin tadbirkor tomonidan asoslantiruvchi hujjatlar taqdim etilgach, sud uning foydasiga hal qiluvchi qaror qabul qiladi. Sud jarayonlarida da'vogar sifatida qatnashgan Yashnobod tumani hokimligi bosh yurist konsulti esa o'z xizmat mavqeyidan foydalanib, sudning hal qiluv qarori ustidan apellyatsiya shikoyati bermaslik evaziga tadbirkordan 5000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining xabar berishicha, hokimlik bosh yurist konsulti ta'magirlik yo'li bilan 4000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Vaqt o'zidan uzoqlashmang va sahifamizga obuna bo'ling.